Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan bosh miya to'qimasida metabolik proses to'g'risida, ya'ni bosh miyada modda almashinuv prosesi bo'yicha tema olib boramiz. Miya to'qimasi doimiy ravishda faol bo'lib, uning kislorodga bo'lgan ehtiyoji boshqa to'qimalar va organlardan yuqori hisoblanadi. Bosh miya og'irligi 1350-1450 gramm keladi. Tana vaznining taxminan 2%ni tashkil qiladi. Miyadan minutiga taxminan 800 ml qon o'tadi.